Qadamlar sana. Qadamlar xush ko'rdik sizlarga. Alhamdulillah. Asbir olib barakat versin. Yil xizmat Chiroyli duo qilasiz. Uzundan uzun qilib. Prezidentga jo'ralari, ana nima deydi? Ovqat yegan gap emas. Yo'q aka. Zomindan keldilar. Parvardigorgam qadamlar hasanlar biz. Amin. Buyuk inson farzandlari. Ha, shunday. Ruhlar shod bo'lsin. Amin. Alloh taolo elni xizmat qilgan odam kam bo'lmaydi. Ha, rahmat. Elni xizmatida Xudo xolasa izlari yorug', martabalar ziyoda bo'lsin. Amin. Aziz mehmonlarga ham Alloh taolo hammalari hojaga yuzga kirishsin. Rahmat. Allohga bosh bo'ling. Mana shundoq el yurt bu juda buyuk joy. Amin. Ziyo bilasiz, taraflari mana shu atroflarda juda katta ishlar bo'lgan. Shayxlar ko'p bu yerda. Olimlar ko'p. Qorizoda bu akamiz, Qorizoda. Rahmat. Qori Abdusattor Qori akamizning nabiralari. Amin. Mana hozir aytdingiz, birinchi muhabbatni aytdingiz. Birinchi muhabbatni deysiz. Harflarni. O'shani yozgan Abdorib ruhlar shod bo'lsin barchalar, ha. She'r akam ruhlar shod bo'lsin. Bu gapda juda katta gap bor. Buni tushungan odam biladi. Muhabbati, qalbida muhabbati bor odam biladi. Yuzga kiring, barham bo'ling. Mana shu so'roqqa bosh bo'ling. Hamma ham o'g'il qizlaringizdan mana shunaqa elga xizmat qiladigan solih insonlardan bo'lsin. Aziz mehmonlarimizga nasib aylasin. Aziz mehmonlarga umjonli barakat. Yurt tinch, vatan obod, xalqimiz farovon. Amin. Prezident bobomiz barcha yaxshi ishlariga Alloh yor madadkor bo'lsin. Amin. Bu o'lka butun olamga olimlarni bergan, shohlar bergan o'lka. İnşallah bardavom bo'lsin. Amin. Bu majlisda